bola daho ekstrem uchun daho Nobel, olimpiyskiy chempion, millioner, milliarder, daho, oxirgi nuqtasi istam. Daho bo'lishi uchun irsiyatsiz iloji yo'q. Birinchi nuqta. Irsiyatsiz daho bo'la olmaydi. Oxirgi nuqtasi bo'la olmaydi. Lekin bitta joyi bor. Irsiyatni o'zi yetmaydi. Mana shu ikkalovini biz mana shuni tushunsak, irsiyatni lekin mehnat bilan daho qilib bo'lmaydi. Mehnat bilan yaxshi inson qilishingiz mumkin. Och qolmaydi mehnat bilan misol. Ha. Mana bunaqa 95% holatda odamlardan o'tib keta oladi mehnat. Lekin topda daholikda tepadagi 5% da уже irsiyat roliga kiradi. Shunaqa. Ya'ni qancha tepaga chiqsa shuncha gen rol katta. Shunaqa. Ya'ni top nuqtada, ya'ni aytishimiz kerak bo'lgan nuqta Einsteindan boshlab, Feynmandan boshlab, Feynman, ya'ni kim mana bizda daholar boshi Usain Bolt bormi, Ronaldo bormi, Imom Buxoriy bormi, Imom Abu Hanifa bormi? Bularda irsiyat ham bor va ota ishlagan. Oxirgi nuqtagacha olib chiqishgan. Ota-ona xuddi shunaqa ishlaganda, genetika bo'lganda-chi yo'q. Yaxshi inson bo'lardi. Lekin umuman masalliq ham bu darajada emas. Masalliq ham zo'r, oshpaz ham zo'r. Endi masalliq zo'rda, endi oshpaz umuman tuxum qo'rish ham bilmasa, yomon bo'ladi. Bu nimaga misol? Bu xuddi o'sha ota-ona deyarli yo'q hisobda, umuman e'tibor bermagan. Ya'ni u hattoki yetimxonada ham yomon holatga tashlab qo'ygan. Ya'ni teskari ishlatgan. Televizor oldiga o'tkazib qo'ygan kun bo'yi, urishgan, faqat kaltalagan, boshqa qilgan. Lekin geni bor odamga minimal sharoit yaratib bersangiz bo'ldi. Irsiyati kuchli bo'lgan odamga minimal sharoit yaratib